Mana shu yerda bitta beli muskat degan uzum bor edi. O'tgan yili o'sha hali qurib qolgan edi, suvsiz qolib ketib, keyin bu yil yana qaytadan shuni toptirib, o'sha Rossiyadan olib keltirib hayvon qilib qo'ydim. Bu yil meva qoldi, juda noqulay joyda, video olish sal qiyinroq bo'lyapti. Arqadan opto urib turibdi-da, ekranga shu hali sal soya tushirib turibdi. Uzum muskati nihoyatda ajoyib. Fotosini ham qo'yib qo'yaman. Buni qaychalab qo'yganmiz, mana novda o'sishi uchun. Novda o'sish uchun hozir harakat qilamiz. Ha, mana. Uzumni ta'mi zo'r. Shu 200 gram, 300 gram osh qiladi, lekin yeb mazza qiladi odam. Ta'mi nihoyatda yoqimli. Bu quyosh tegsa shunaqangi yantarniy bo'lib, sap-sariq bo'lib ketadi, chiroyli bo'ladi.